Kichik do'stlar, sizlar tunji qadamda A harfining har qaysi shakllari bilan tanishish oldida turyapsizlar. Endi ular tanishlik basi qandaq? Bosh A, yolg'iz A, oyoq A, o'lanma A. Endi qiziqarli misollar bilan ularning so'zlaridagi o'rnini ko'rib baqandiq. Apam ayga o'xshaydi, ay o'gisanda to'xtaydi. Ördek ori ko'tirib, ishtin yondi, herib ketgach bir haza, yig'lib oldi. Shar, 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 shar uchidi, etilmoqcha yerga tushmaydi. Avlikimning in alg'usi naqshi aytadi, apaq tushqan xafa bo'lib, yiroq ketdi. Bağvan ve onun oğlu. Yakınki zamanlarda bir bağvan boğay ötken iken. Boğayның bir oğlu bulup, ikisi nahayeti icil inak yaşaydı iken. Bala mektepte okuydu iken. Boğay bolsa etiz erik işlerini kılıp armaydı iken. Bir günü bala mektepten qaytip gelip boğaylısıga kirse, dadısı atını yetelep çıkıp atqıdık. Dada nege borsun? Deptu bala. Aqtashdagi baqqa deb javob beribdi bovay. Men mi boraman? Debdi bala. Balam, u yerda yiroq, qiladigan ishlar ko'p, zerikib qolasanmikin? Debdi bovay. Kuyimchanlik bilan. Unalg'ini elib olsam zerikmayman. Debdi bala erkilab. Undaqda chaqqan bo'l, debdi bovay. Balasiga masliga kelib. Bala hapila-shapila uyga kirib, unalg'usini ep chiqibdi. Ular atni bo'lishiga chaptirib, baqqa tezli yetib keldi. Ikkalan mevalarni uzishga boshlabdi. Üzüp harmabdi. Ularning g'ayratiga aprin o'qib, to'rnilar ko'k osmonda larzon qanotga qishibdi. Unalg'u balig'i madad berib, naqshi o'qibdi. Ular ishlayverib, kech kirganini sezmay qoldi. Mevalar üzilib tugabdi. Ata bala xo'shal xuram holda olma, anar, omutlarini joylashtirib bo'lib, uyiga qarab yo'l oldi. Bala yo'lda kelib etib dadasidan so'rabdi. Dada, biz nimishqa shuncha qattiq ishlasakmi, horg'inlik his qilmaymiz? Uni so'rab, yaxshi qilding o'g'lim, debdi bovay. Bir narsani o'ylagan qiyofatda. Ko'nilada baxt keladi nadin, peshonangdagi ta'din degan gap bor. O'rin odam asonli herib qoladi. Shunlashqa ularning erishadigan narsasi oz bo'ladi. Qancha ko'p tirishsak, shuncha ko'p baxtga va natijaga erishalaymiz. Bu xuddi maktabda tirishib o'qisang, kun siri bilimlik bo'lib, kelgusida katta odamga aylana oladiganligiga o'xshaydi. Dada, katta degan gapning ma'nosi nima? Katta degan ostimizdagi otdek chapqur, ko'kdagi quyoshdek nurliq, turnalardek ko'kda parvoz qila oladigan degan gap. Debdi bovay. Oy, men katta odam bo'laman. Debdi bala. Qiyinga patmay. Shunda qilib, ular xo'shal xuram holda uyiga qaytib keldi.